Biz testlar uchun o'nlab kitoblar xarid qilib, ularni shunchaki borligi uchun xursand bo'lishimiz kerak emas. IELTS uchun mening fikrimcha eng kerakli 3 ta kitob. Birinchisi, Official Guide for IELTS. Ushbu kitob IELTS testining har bir moduli uchun alohida qismlarga bo'lingan. Qo'shimchasiga rasmiy test topshiriqlari ham bor. Navbatdagisi, Vocabulary for IELTS. Shaxsan o'zimga juda ham yoqadigan bu kitob IELTS testida ko'p uchraydigan mavzular bilan lug'at boyligingizni yaxshilaydi. Yaxshi tomoni, barcha ko'nikmalar bo'yicha topshiriqlarga ham ega. Va oxirgisi, Cambridge Series. Bu kitoblar ko'pchilikka tanish. IELTS rasmiy imtihonidagidek formatda tayyorlangan bu testlar ancha yillardan beri nashr qilinadi. Ularni ayniqsa eng so'nggi yillardagi nashrlarni olib, amaliyot uchun foydalanish yaxshi natija berishi mumkin. Yuqoridagi manbalarning hammasi inglizcha aytganda reliable and authentic, ya'ni ishonchli va haqiqiydir. Ular Cambridge Learning Assessment nazorati ostida ishlab chiqilgan.